ikki olam sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ismlarini telefondan eshitamizmi, televizordan eshitamizmi, odamlarning og'zidan eshitamizmi, doim sallallohu alayhi vasallam deb qo'shilishligimiz shart. Bilamiz payg'ambarimiz ikki olam sarvari koinot Merosh kechasi osmonga chiqqanlar. Lekin hali ham shunday insonlar bor. Kim borib ko'rib ketdi dunyoni deydi. O'shanday insonlar tilidan kofir bo'ladi. Men Marza xola keyin u payg'ambarimiz bilamiz Merosh kechasi Jabroil alayhisalom yelkalariga o'tirg'izib osmonga chiqarib buroqqa mindirib Alloh bilan uchrashtirdi. Payg'ambarimiz Alloh taolo bilan parda orqasidan gaplashdilar. Payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, so'rang o'zingiz uchun biror narsa" dedi. Masalan, Alloh taolo bizga aytsa, biz darrov so'raymiz: "Baxt ber, boylik ber, sog'lik ber, moshin ber, uy bergin" deb. Lekin payg'ambarimizning uyida haftalab yeyishga nonlari bo'lmagan, oylab go'sht yemaganlar. Faqat yirtiq yamoq kiyimlar kiygan. Lekin butun dunyoni yaratgan Alloh taolo so'rang o'zingiz uchun deganda payg'ambarimiz nima dedi? "Ey Robbim, o'zim uchun hech narsa kerak emas, ummatlarimning gunohini kechir" dedi. Yana aytdi: "Mayli, kechiraman, so'rang" dedi. "Uhud tog'ini sizga oltinga aylantirib beray" dedi. "Maza sotib yeb yotasiz" dedi. "Yo'q, Robbim, oltin kerak emas" dedilar. O'shani joyiga ham payg'ambar ummatlarimning gunohini kechir dedi. Endi ummat bir kunda 3 marta salovat aytmasa, u qanday ummat bo'ladi? Alloh taolo aytdi: "Mayli, kechiraman, lekin ummatlaringizga borib ayting" dedi. Bir kunda 5 mahal namozini o'qisin dedi. Bilamiz, islom dini hech yomonlikka buyurmaydi. Islom dinida o'ldir, portlat, varaqa tarqat, so'y degan joyi yo'q. Islom dini go'zal din. 5 ta narsani ustiga qurilgan. Birinchisi aytayapti, tiling bekor bo'lganda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini qaytarib yurgin deyapti. Ikkinchisi o'sha 5 mahal namozimiz, uchinchisi Ramazon oyi kelganda ro'zamizni tutamiz, to'rtinchisi molimiz nisobga yetsa zakotimizni beramiz va beshinchisi umrimiz davomida qachon pul topsak bir marta haj qilib kelamiz. Mana shu 5 ta narsani ustiga qurilgan islom dini. Onun uchun 5 mahal namoz bizga farz qilindi. Namozi yo'q, insonda hujjati yo'q. Masalan, men namoz o'qimasam, men musulmonman deyishga haqqim yo'q ekan. Butun dunyoni yaratgan Alloh taolo bizga buyruq beryapti. Qarang, ko'zimizni ochib qo'ydi, qo'l oyog'imizni yurdirib qo'ydi, ne'matlar berdi, farzand, o'g'il qizlar, nevaralar berdi, uy joy berdi. O'shani joyiga deyapti, bittagina bir kunda 5 mahal namozingni o'qigin deyapti. Namozi yo'q, insonda hujjati yo'q. Shunday jannatning eshigining oldiga kelar ekanmiz, jannatga katta qulf ilingan bo'ladi. U qulfni ochib kirish uchun bizga namoz kerak bo'ladi. Shuning uchun mayli boshimizga bitta musibat tushsa, kelib do'stimizga aytamiz. Do'stimiz do'st bo'lsa haqqimizga duo qilib qo'yadi. Do'stimizni sal ichqariroq bo'lsa shunday tarqatib yuboradi. Lekin shunday joy namozni to'shab Allohga aytsak, sirimizni hech kimga aytmaydi va mushkulimizni oson qilib beradi. O'sha payg'ambarimiz 5 mahal namoz farz bo'ldilar, qaytib tushdilar. Qaytib tushganlaridan keyin hiqqillab yig'ladilar. Men hozir o'qidim, osiy banda uchun yig'lamang dedi. Payg'ambarimiz hiqqillab yig'ladilar. Hazrati Fatima qizlari Fatima onamiz keldilar va otajona, nimaga buncha yig'layapsiz? Nimani ko'rdingiz u dunyoda dedi. Ah qizim Fatima, ayollarga yetkazing, jahannamda eng ko'p azoblanadigan bu ayollar ekan dedi. Nima qilgan ishi uchun otajon dedi? Qarg'angani uchun dedi. G'iybat qilgani uchun dedi. Chaqimchilik qilgani uchun dedi va siylikdan saqlanmagani uchun dedi. Mana 2 kishi g'iybat qilib o'tiribmizmi? 3-chi bir kishi kirib keldimi, albatta to'xtatsin. Alloh taolo aytayapti. Agar bu kishi kelib bizni to'xtatsa, Alloh taolo aytayapti, bu kishining obro'yini kimlardir, qayerlargadir to'kib o'tirgan bo'lsa, o'zim og'zini yopib qo'yaman dedi. Shuning uchun mo'min mo'minning oynasi, musulmon musulmonning do'sti. Mana shunday g'iybat bo'lib o'tiribdimi? 3-chi odam kelib, keyinchi demaylik. Shunday to'xtataylik, to'xtanglar birodarlar. Axir adashish insonlarga xos kamchilik bu. Jannatda otamiz Odam alayhisalom adashdi. O'sha yema degan mevani yeb qo'ydilar. O'sha odam ato bilan momo havoni qoni oqyapti bizga. Xohlaymizmi, yo'qmi, baribir adashamiz. Hozir shunday zamonda yashayapmiz, hamma yoqasini hidlab yashaydigan zamonda yashayapmiz. Hech kimni g'iybat qiladigan zamon emas. Hammani uyida nimadir kami bor. O'sha qiyomat kuni daftar tushib keladi, nomai amol. Aytadiki, o'ng tarafidan bergin deb. Shunday ochamiz, dirillab qolar ekanmiz. Uni ichiga qilgan hamma yaxshi yomon amallarimiz yozilgan bo'ladi ekan. Va shunday joyi bo'ladi ekan, o'zimiz qilmagan savoblar yozilgan bo'ladi ekan. Allohga aytar ekanmiz: "Ey Robbim, mana bu savobni men qilmaganman" desa, olaver, bu shohidaniki. Shohida seni g'iybat qiluvdi. Shohidani 20 yillik o'qigan namozini, tutgan ro'zasini, qilgan sadaqasini, yaxshiligini senga o'tkazdirib berdim der ekan. Bizga nima zarur? Birovning g'iybatini qilib, masalan, savoblarimizni o'tkazdirib ber.
yoki bo'lmasa chaqimchilik, ikki kishining o'rtasini buzadi, chaqimchilik qilib. Masalan, ikki kishi urushib yuribdimi, aytadi, dushanba va payshanba kunlari jannat eshiklari ochiq bo'ladi ekan. Xohlagan odam xohlagan narsasini so'rasin, beraman der ekan. Faqat bir kishining duosini qabul qilmayman der ekan. Kim u bir kishi, ey Robbim desa, arazlashib yurgan inson der ekan. Masalan, men u kishini xafa qildimmi? Kelamanda xolajon, kechiring, men sizni xafa qildim deyman. Xohlasinlar, kechirsin, xohlamasin, kechirmasin. Allohning va'dasi bor. Kim birinchi kechirim so'rasa deyapti, jannatdan bitta qasr qurib qo'yaman deyapti. Nimasi yomon? Lekin biz nima qilamiz? Men undan kammanmi? Men undan balandman. Men nima uchun undan birinchi kechirim so'rashim kerak? Shuning uchun birinchi kechirim so'ragan odamdan Alloh taolo jannatdan qasr qurib qo'yar ekan. U odam dushanba va payshanba kunlari duo qilaversin, duosi qabul bo'ladi. Onun uchun yo'q bo'lmasa endi mayli siydik boyagi dasturxonni bo'yi eng global masala siydikdan saqlanadi. Bir tomchi siydikimiz ignani uchida sachrasa deyapti, o'sha namozimiz ul kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz shunday qabristondan o'tib ketayotdilar, ikkita qabrdan ingragan ovoz eshitildi. Azoblanayotdi qabr egalari. Shunday daraxtdan shoxni sindirdilar-da, yashil shox ikkiga bo'ldilar-da, tiqdilar. Sahobalar so'radi, "Ya Rasululloh, nimaga bunday qildingiz? Nima bo'lyapti?" desa, "Qabr egalari azoblanyapti" dedi. "Nima qilgan ishi uchun?" dedi. "Bittasi siydikdan saqlanmagan" dedi. "Bittasi doim" dedi, "g'iybat qilgan" dedi. Shu daraxtni shoxi quriguncha o'sha azob to'xtab turadi ekan. Masalan, qabristonlarga borsak, yashil narsa o'sib tursa, olib tashlamaylik. Mana shu yashil tikon bo'lsa ham, o'sha har qimillaganda o'sha qabr egasiga tasbih aytadi ekan. Shuning uchun Alloh asrasin. Birovni g'iybatini qilishdan oldin kuchimiz yetsa to'xtataylik, kuchimiz yetmasa astagina chiqib ketaylik. Qo'shilib g'iybat qilmaylik. Yoki bo'lmasa ikki kishi arazlashib yuribdimi, yolg'on gapni gapirib bo'lsa ham ikkalasini yarashtirib qo'yaylik. Mana biz onamizning qornidaligimizda taqdirimiz bitilgan. Sen unday bo'lasan, sen bunday bo'lasan. Va kelayotgan balolar. Baloni qanday qilib qaytaramiz? Baloni doim ihson va sadoqat qilib qaytaraylik. Biz nima qilamiz? Balo kelgandan keyin sadaqa qilamiz. Yo'q, o'sha kelmay turib daf qilaylik. Mayli ish narsamiz bo'lmasa, aytayapti, odamlarning yuziga kulib qaragin deyapti. Ikki kishining o'rtasini yarashtirib qo'ygin deyapti. Yo'lda ketyapsanmi, simmadi, toshmadi, yerga yotibdi. Odamlarga xalaqit beryapti. Shunday chekkaga olib qo'ygin, o'sha ham sadaqa bo'ladi ekan. Onun uchun sadaqa xor bo'lib olishdan saqlaydi ekan. Yoki bo'lmasa bir xillar bor, sadaqa qiladi, ana deydi, non ko'rga deydi, 5 litr moy olib beruvdim, bir xalta un olib beruvdim, yaxshilikni bilmadi deymiz. U bo'la yuvib tashlaymiz uni. Yaxshilik qilda daryoga tashla. Baliq bilmasa, Xoliq biladi. Alloh albatta ko'rib turibdi bu narsani. Albatta ihsonimizni joyini 10 qilib to'ldiraman degan. Ihsonlar joylarini Allohim 10 qilib, 100 qilib, 1000 qilib, million qilib to'ldirsin. Allohu akbar.